Assalomu alaykum. Voy o'rgilaylar. Eson-mislar, omonmislar. Voy men anu qumni chivarib qo'yishni sharafat. Voy o'rgilaylar. Bu hovlida ajab hangomalar bo'lyapti-da. Shunga qiziq kelgan joyimda. Voy anu qumni chivarib bitta o'g'li. Ha, o'sha tursinmi? O'zimiz tursinmi bori? O'sha Moskvadan bir xo'p kelibdi. Voy ismi Maryam. Voy shonmanda Masha. Voy shunday ajab hangomalarga qiziq kelgan joyimda o'rgilaylar. Voy bu yog'i nima bo'larkin deb rosa qiziq ketyapman. Voy bu yog'i qizigandan yonadi. Aslanım aka, eson omon yetkazgan Xudoyimga shukr o'qilib, ol, ich. Hay, xo'p desang, senga bir yangiligim bor o'g'lim. Yangilik oyi. Ashu seni uylantirmoqchiman. Qayerdan oldingiz oyi? Sangizchi, hazırlashyapsizmi? Voy, ha, nimaga unaqa deysan? Voy, mana bu askar formalaring o'zingga biram yarashgan ey. Hay, qishloqni qizlarini og'zi lang ochirib qoladi. Hakiyer, mana o'zdim. Haytlar o'z tanlagandan chetda beraman. Yo'q oyi. Ha endi askar forma kiydi degani uylanish kerak degani emas. Men uylanmayman. Hay, nimaga unaqa? Yo'q, jasad bo'lib qoldim, a? Oyi, bunday desa ham bo'laveradi. Nima? Jasad bo'lib qolding. Voy, men o'lib qo'ya qolay. Bu dardayam bormidi mana boshimdayam. Seni nega umidlaringga taqagandim? Obboy, sal narsaga ko'z yoshmi? Hazırlashdim. Kasal emasman. Soppa sog'lom xolos. Shu desangiz, bir kichik aybim bor edi. Shuni kechirib olsangiz bo'ldi oyi. Hay, hazırlashma. Aniq sog'misan? Sog'man oyi, sog'man. Voy, onang o'rgilsin. Hay, bitdamas. Voy, mingta qiynab kechiraman. Ay, nima qilding? Shu desangiz, haligi Rossiyadan bitta urush xotin olib keldi. Nima? Xotin deysanmi? Voy, sen men bilan hazillashyapsanmi? Hay, qanaqa xotin? Voy, o'qigan bo'lsang, qani o'sha? Hay, 3 kundan beri ko'rinmaydi-yu. Voy, o'rgilingda hayotini ko'rdi. Yo'q. Mana, hay bular ko'rishmagan. Mana ko'rmadimi? Haligi hozir Kelin muborak bo'lsin, opagina. Qani shu kim? Hay, sen yigitku. Sen menga kamsan, hayoyib tuyatmaganamisan. Yet. Ukangizman, opa. Nimaga jahl qilasiz? Axir sizga kelin olib keldim, kelin. Qani shu ot tvoya qaynonashga. Bazdarov. Bachchaga Ketaman. Ketmay netaman. Jiyan. Bardam bo'lasan. Assalomu alaykum. Ularga yaxshilik qilsa ham balo bo'ladi. Indamasdan olib kelganini chi? Hay, sen. Shu bu xotining. shu So'ramay, netmay. Sen uni shundoq kelaverdingmi? ha endi oyi nima qilay? Shunday bo'lib qoldi-da. Hay, buning. Qani o'zbekchani biladimi? Hali yo'q-da oyi. Hech nimani bilmaydi. Ha endi o'zingiz tarbiyalab olasiz-da. Voylot, sharmanda bo'ldim. Eliusdan nima degan odam bo'ldim. До свидания!
yerga tushganimiz keling. Voy, mundoq qo'yib gaplasha olmasak. Hay, to'yib hasratlasha olmasak. Hay, xumordan chiqquncha urusha olmasak. Hey, boshaq. Qo'lingdagi nima? Hay, kecha o'rgatgandim. Это супруга. Supurgi degan. Supurgi. Chiroyli qilib aytgan. Ha, supurgi. Hay, o'rgatinglar. Hay, o'zinglardan qoladi. Ha, o'zinglar aytinglar. Voy, men bunga yana nimani oldim? Ой, а что это? Шляпа, да? Чудесная шляпа. Barakatli boshimga. Chiroqchi-ku bu. Qani qaytar? Chiroqchi degancha? Chiroqchi. Hay, senga qandoq? Hadi. Mehmonlar kelganda o'ng qo'lingda obdasta, chap qo'lingda chiroqchi. 3 marta xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar deb qo'lingga suv qo'yasan. Qani qayta. Bismillahirrohmanirrohim. Maryam boshla. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsizlar. Voy, xushvaqt bo'lib keting. Xush kelibsizlar. Voy! Yaxshi bo'ldi, Maryam, молодец! Kimdir bormi hovlida? Voy, kimdir bormi? Assalomu alaykum deb qo'ylar. Voy, alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Salomatmisan? Voy, Oy, bismillahirrohmanirrohim. Qanoming qadam yetdi, balo yetmasin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Yaxshiribsizmi? Atirsinboy yaxshimi? Kirib boshi yaxshimi? Kirib boshi. Voy, xudoga shukr. Yaxshi, yurish. Voy, uni qarang. Achiq ishlarni ham o'rgatib qo'yibsizmi? Voy, o'zim o'rganib ketay, vaqtingiz bo'lsin. Endi shu desiz, Ovsinjon. Shu kechalari o'ylayverib uyquman qochib ketadi. Voy, sizni o'ylayman. Shu bechora Ovsinimni Nima eshitmaydi shu orqadagilar. peshonasiga o'zbekdan o'tmabdi deymanda. Voy, endi shularni o'ylab rosa xafa bo'lib ketamanda. Ha, aytgancha, ovqat pishirishlarni o'rgatyapsizmi? Ha, o'rgatyapman. Hozircha osh qilsa shovlayapman. Shovla qilsa masala cherman davsin. Voy, chupa. Oy, siz nimaga meni ko'p yomon ko'rgan? Men tilba qo'yar. Kartoshka pishirdim. Yomon yedim. Men tuxum pishirdim, tuxum. Yomon deding, yedim. Men chuchvara pishirdim. Men yomon deding, yedim. Oyi, yomon bo'lsa meniki, siz nimaga yeding? Hay Maryam, hamma seni yomonlayotganim yo'q. Borini ayting. Да, конечно, men плохо yomon pishirgan. Yomon. Attalaq. Qutuldimmi? Yomon bo'lsa siz nimaga yeding? Ha, yeyman-da. Ochimdan o'lamanmi? Maryam ishlaydi. Maryamga demaydi rahmat. Har ko'chgadan boshqa yomon. Voy, hay qumri qoldi baloga. Voy, bunga o'zbekchani o'rgatib boshimga balo qildi. Hay, televizorni uni o'chadi. Radio ulgurni o'chadi. Mana buni ko'chmaydi. Hay, o'zim, men asrni o'qib kerak. Ketmaydi. Aytaman. Maryamjon, yig'ladi. Bu yoqqa o'tir.
o'zi mana shu ovsini yumaman. Sen bu jinni jivarli gaplarga parvo qilma. Voy nima qilish kerakligini hammasini o'zim bilaman. Hali gap desang qo'lingga qo'naydigan bo'ladi, xolos. Qo'ling tuva. Hafizmiya. Voy zimiya. Balshoy zimiya. Hafizimiz so'z. Do'stlar, voy siz nimaga shunaqa qanaqa? Siz nimaga shunaqa qanaqa ekansiz? Kumrini nonini yer, kumrini chayini ichgan, qofni isbotni naqayava yegan. Yana kumrini yomon degan. Sizniki iflos. Bo'lmag'ur gaplarni gapirma. To'g'ri qilib qo'yamchi, jinni jivarga rusamasda, menga bolani boshlamasdan menga chiqa qolaman. Aha, to'xta. Hamma gapni kumriga aytdi. Yo'q. Yo'q, qaykin. Voy, bu sen yaxshi qizsan-ku. Shu mayda-chuda gaplarni aytib nima qilasan? Oramizga sovuqchilik tushmasin deyman-da. Bo'pti. Kelishdiga aytmaysan-a? Sizni aka hamma ishni qilgan, men hech kimga aytmagan. Qilaman. Mat. Dam ol. Xush kelibsiz. Voy, basaraginangdan olsin. Sen mushukka o'xshamayman. Oradan yillar o'tdi. Bechora qo'shnimning boshiga og'ir musibat tushdi. Anu bitta-yu bitta o'g'li Tursunboy og'ir bexabar qoldi. Voy, bechora qo'shnim. Birdan g'amga cho'kdi, qoldi. Issiz. Ey Allohim mahluqi. Sanam kelar. Habib mana holimga saylasan. Xudo bilan faqat men hech narsani bilmayman. Tushunmayapman. Tushuna olmayapman. Birovga ozor bermasam, birovni g'iybat qilmasam, nega Alloh meni jazolayveradi? Maryam, sen kim? Bolangni mahkam bag'ringga bosib tur, Maryam. Onang jinni bo'lyapti. Onang aqldan ozyapti, Maryam. Men Parvardigorimga dardimni to'kisam. Yo Alloh! Boyvachcha, Zodagonni qizi edim. Ota-onamdan judo qilding. Erga tegsam erimni, bola tuqsam bolamni olding, Parvardigorim. Endi yolg'iz dilbandim, yolg'iz jigarbandim. Bolamdan ham ayrasammi, Parvardigorim. Eshitganman, suygan bandangni dard berib sinarkansan. Lekin men bir ojiza, bir notavon ayol bo'lsam, Muhammad payg'ambar ko'targan dardlarni qanday ko'taraman, Parvardigorim? Qanday ko'taraman? Senga jongina
Kechir. Senga zikrullohga o'ynab bersam. Bolamga shifo berasan, Parvardigorim. Bolamga shifo berasan. Ya Allah. Ya Allah. Shu kecha rosa juda qattiq yomg'ir yog'di. Umrijivar tonggacha zikrullohga raqsga tushdi. Uning raqsi shunchalar mo'jizakor ediki, Tursunboy tongda ko'zlarini ochdi. Ahvoli yaxshilandi. Biroq Qumri xolaning sochlari bir kechada g'amdan oqarib. Bravo!